Assalomu alaykum. Leo Garden bog'ining bir kunlik ish rejalari 14-may bog'larimizda qilinayotgan ishlarimiz Minba Svitariyana yosh giloslarda bugunda mana qilinayotgan ishlarimiz. Ba'zan bir ichkariga qarab o'sayotgan shoxlar bor, mana bunga o'xshagan. Qishda baribir olib tashlaymiz. Shuning uchun hozirgi vaqtda olib tashlab, ichkariga pastki tomonga yaxshiroq yorug'lik uchun ta'minlash uchun olib tashlaymiz. Minba navlarimiz bu. Kesiladigan joylarimiz mana bular. Penkeledi navlarida mana setkalarni tikish ishlari davom etyapti. Leo Garden olma bog'ida. Penkeledi navlarimiz 11 gektardan iborat. Setka tutish jarayonlari Leo Garden bog'ida quyoshdan himoya vositasi. Oldi qatorda setkalarni ochish ishlari ham davom etyapti Leo Garden bog'ida.